uni qara. Ya. Ya bile. Bu yetki biznes katta balıqmi deyman bu? Da nu nahvoy. Qayerda bularni uyasi borligini bilakan bizga qovushaq ketamizlar. Yo biz juda voqli kelganimizga ularda hali uncha ishtahasi uyg'onmagan, ushlagandek bo'lamiz-da. Tong sahar tur, sumka to'la, prikormga hamma narsasi bor, zapasnoy hamma narsasi olingan. Bugun meni o'ylashim bo'yicha men bo'lmaganda 1 kilolik baliq ushlayman. Akalar hammaga assalomu alaykum. Tong sahar tur og'aynim bilan biz baliq ushlashga ketyapmiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like. Alish, hozir bir 5 kilolik baliq ushlasam. Ushlasa bo'ladi-da, harakat qilsa ishlasa bo'ladi. Realni tayyorgarlik juda moshni, sumka to'la, prikormga hamma narsasi bor, zapasnoy hamma narsasi olingan. Bugun meni o'ylashim bo'yicha men bo'lmaganda 1 kilolik baliq ushlayman. Endi baliq bo'lsa Toshkentga birinchi marta chiqishimiz, atak baliqni sir sanoatlarini bilaman, chunki yoshligimdan men ov qilib yurganman, chimchiq o'ldirganman, baliqqa chiqqanman, komon otganman. Ishonmasalaring videolarda ko'rishlaringiz mumkin. Komonni 10 ga 10 solaman. Achchiqligini tanlab berdi, короче, juda seryozni achchiq narsachalar bor-da. Tushundingmi? Bittasidan короче oxirgi bilayt hamma pul yutqazilgan. Mana buni olib, mana kakras mana shundan o'tdalish. Mana shuni oldim. Saliham bor kakras. Qaynatdik biz buni. Endi bilayt oldin kichkinaligimizda roltimda hamma qo'shilgan nima ichiga solingan bo'lsa hammasini bo'shatib qo'yganmiz-ku. Buni ham hamma narsasini bo'shatdik idishga, tushundingmi? Quydik-ku. Boshda ochimiz bilan tiqayapmiz. Yeb bo'lmayapti, og'zi yonyapti. Ishon, oxirgi pul qorin pizza soch oldikdagi uni sovuq suvda qaytadan yuvib yedik. Ishon, o'shanda ham o'ldirdi-da. Короче, akalar, Alish og'aynimga ramen qilib beraman dedim-ku. Lekin ichidagi aralashtirish kerak bo'lgan hamma narsa aralashtirishni bilaman. Ana kitayskiy aparatchani faqat salih qo'shishni bilaman. Короче, texnikaga men qo'lim tekizmayman. Удочку, блядь, что, блядь? Нихуя себе qarmoq olib ketyapti-ku. Baliqchi, блядь. Qo'llar Ribalkaga bez удочка boramiz. Takliflaring qanday? Hozir bu barim berdi Checheniya bor. Checheniyaga mana gruzni kilosini olib kelganman, qara. Bari yerga qo'nadi. Aytmoqchiman, ular joyida o'tirmaydi-ku, любой joydan ham tutsak bo'lar. Men ham boshini tanlamagan bo'lardim bular. Lekin boshida Checheniya bor joyga ketdik o'sha yoqqa, o'sha yer zo'r. Bilash, bilim pizdes bilash qiynayapti-da, bilash katta baliq tushsa bilash qanday chiqaramiz xuy yo'zni. Lekin yigit taslim bo'lish yo'q. Spokойно. Yigit bugun ovga kelgan, ovga. Короче, bitta qizilchasidan tiqamiz. Bu короче o'rtada raqsga tushadi. Ikkita erkakdan, bitta ayolidan. Sababi ikkita erkak xotalash qiladi-da, ayolni oldiga kelaman deydi-da, harakat qilaveradi. Qancha ko'p qimirlasa, ayol sal o'ldirib tashlaymiz-da. Qancha ko'p qimirlasa, shuncha baliqni e'tiboriga tushadi bu. Течение, блядь, во. Я тебе отвечаю, есть нахуй. Есть. Охуеть, большой мы, Дима, да? Да. Fotog'am yo'q, yolg'onni aytdim. Mana musorga ilinib qoladi hozir. Buni bunday qimirlaganiga qarab, tirt qilganiga qarab tur-da. Mana. Ana. Shoshilmasdan.
Shoshilmasdan. Buni olib ketsak ham bo'lar ekan. Yigit ovchimi ekan? Ha? Prosta his qildilaringmi? Birinchi marinkamiz bo'lay. Bu juda kichkina ekan, короче. Qara, pabratskiy qo'yaveryapman. Pabrat. Ho qo'yaveraman. Chista pabratskiy kattalarga borib ayt, yevicharkim bo'layapti deb. Burchakchaga ketsin. Taps naqo. Borib hozir kattalarga aytan yerda xallava yeb icharkim o'yladi, yana tushsam hali qilaman ishda deb. Kichkinaligimizda birinchi ushlagan baliqni qo'yib yuborardik. Baliqni og'ziga tupurardik-da o'zimizcha. Borib uyingdagilar chaqirib ketardik. Dalbayib bo'lganmizda. Yana kuruchogan bilasanmi nimaga taxlangan? Qishloqda yong'oq uydan o'g'irlab olib chiqib, shu kuruchok so'xtadiganga borib leska kuruchok olardik-da. Bir kun короче pul yo'q. Yong'oqni uji bilib qolgan kunda o'g'irlaganmiz, uziladi-ku. Keyin missimdan taxladik. Shunday tushadi, ko'taramiz suvga tushib ketaveradi, tushundingmi? Bu kirib qolmay ekanda, как мы играли с ними, короче. Короче, уже bitta bor. Necha kiloligini oxirida aytamiz. Ama ikkinchisi kelib qolgan hallavani ko'rib. Fotog'im tushgani yo'q. Asta uzasangiz. Bir joyga ilindimi deyman-da. Uning Tishlagan joyini ko'rsat, tishlagan joyini. uning sizga akula bor ekanda mana tishlab uzib ketdi balak. Bo'ldi shuni. Aka bizga yordam berdi. Qayerda bularni uyasi borligini bilakan bizga qovushaq ketamizlar. Mana buni bulayt qisib olgan qaradi, spokойно o'tkaz oyoqni qiyshaytirib ushlab olganman. Yangi lokatsiyaga ko'chdik. Buni bizga bitta shu yerda ishlaydigan bitta bratan. Endi kunda shu yerda bo'lgandan keyin har kun ertalab ko'rgan ekan. Mana bu yoqda deyapti. Zo'rlari bor, sizlar o'tirgan joyda deyapti. Hech kim baliq ushlamaydi, hech qaysi baliqchi. Hammasi mana shu yerdan ushlaydi. Joyda mana sonigacha qaysi do'konda oldida pavorot uychasi qayerdaligicha aytdi. Nima deymiz? Akaga rahmat deymiz. Endi baliqlar bilan o'zi kelishib olaveradi. Techeniya yomon-da bu yerda bunaqa. Sabab bo'liming spokойныйroq, mana bu yerda yamasi bo'lishi mumkin. Bizani agar biladigan bo'lsa ham, ular bizani baliqchi deb o'ylamayapti, bizani bloger deb o'ylayapti. Adinxi tushadi-da. Adinxi qo'yib yuboradi deydi. Ha. Oshna bu yerda qotog'am yo'q. Techeniya ushlab yotibman-da men. O'sha boyaki baliqni qo'yib yubormasang bo'laydi. O'zim Yo'q, borga o'xshayapti Alish. Qaytadan otib. Alish borga o'xshayapti. Qarama, tortib qo'yapti. Endi bor lekin. Yana tortib ketyapti, yana bilan charchayapti. Techeniya qurg'oshining og'irligi sentrga olib kelib qo'yapti. 100% bor. Tortgan shuni. Yo'q, buni Techeniyani qurg'oshini suzib yuribdi 100 talik. Qanaqadir resk qochaman degan tortish yo'qda, qilib tirt qilib qolsa, bo'lak unda bilasan joni boricha qochgan bo'ladi-da. Bu Techeniyanikida bu. Mana bitta bilak qurg'osh nimagadir urildi bilak toshga. Oqib borib, dinq bo'shab ketdi-ku. Qara, ho yana. Qurg'oshni pizdes ko'tarib uryapti yo'qda. Ya xuye. Agar bitta tushmaganda bu yerda yo'q xuye desak bo'ladi. Prosta biz nimadir neto qilyapmiz. Yo biza bu marinka baliq soat 9 dan 10 gacha tushadigan momenti bo'ladi, keyin quyosh botish vaqti tushadigan momenti bo'ladi.
yo biza juda voqli kelganimizga ularda hali uncha ishtahasi uyg'onmagan yoki biza nima yemoqchiligini realni topa olmayapmiz. Non olganmiz, aparishni olganmiz, boshqa hech narsa yo'q. Hozir bizaga chigirtka kerak. Chigirtkaga ham tushadi-da, ularda asosiy oziqasi chigirtka shunaqa narsalar suvga tushib qolgan pashsha mashshalar deydi. Endi har kun birov aparishi bilan non olib kelib bermaydi-ku. 1 kilolik marinka hacha chiqarsak, birak to'shni ushlagandek bo'lamiz-da. Bizani aldab u yoqdan bu yoqqa jo'natishdi, lekin biz yana qaytib keldik. Ko'nglim sezyapti, shu yerda bor-da. Aniq bilaman, sherlarda nimadir bor. Mana. Qara. Mana. Ya, uni qara. Ya. Ya. Kelishini qara bular. Ya. Ya jala. Ya блядь. Huyetqi pizdes katta baliqmi deyman bu Ya. O, onasini sika. Ya. Ya, uni qara, tortishini qara. Ya, ona uzmasa bo'ldi-da, bular leskan uzmasa bo'ldi-da, olib chiqaman hozir. O, onasini sikay, buni kattaligini qara. Danu naxoy. Agalar, bitta podpiskacha bosib qo'yinglar, bitta like-cha, kommentariyacha. Yana safar boshqa joyga ketamiz. Cho'tta bilan kayf bermadi baliq ovi bizaga.